Mahallamiz istarbalar yangilanib, metga yangi qo'yildi. Shunga 3-4 kundan beri svet yo'q, o'chyapti kunduzida. Bitta telefonim o'chib qoldi, zaryadi tugab. Berardim. Yaxshi ham bittasini qo'limdagini kechqurun qo'yib qo'ygan ekanman. Hozir endi shunda videolar olib istoriya qo'yyapman. Instagramda meni boshidan beri kuzatadiganlar biladi. Moskvada 1 yil yashaganman. Ayam, ukamlar bilan babuliya qaraganman. Rossiya hayoti menga yoqqan, ya'ni u yerda yashash, shart-sharoitlar, ko'p narsa qulay. Shu sababdan ham Rossiyada yashab, o'zini hayotini ko'rsatib boradigan blogerlarda shunaqa profillarni kuzatish menga yoqadi. O'tib shunaqa profillardan bittasini atmetga qildim. Andijonlik Odinaxon degan ayolda profili. Ular Rossiyada 8 yildan beri ishlaydi ekan. Hozir restoranda ishlaydi ekan. Instagram profilini yurgizishni yaqinda boshlabdi. O'zini hayotini ko'rsatib borar ekan. Undan tashqari restoranda tayyorlanadigan salatlar, har xil taomlar, souslarni ham tayyorlanishini ko'rsatib boraman dedi. Profiliga obuna bo'lsanglar, zerikmaysizlar deb o'ylayman.